Hammaga assalomu alaykum. Biokemik kanaliga xush kelibsiz. Bugungi o'rganadigan mavzumiz kimyoda modda massasi nima va qanday topiladi. Modda va modda miqdori asosiy tushunchalar. Modda bir turdagi molekulalar yoki atomlar to'plami. Bu kimyoviy tadqiqotlarning asosiy obyekti bo'lib, o'ziga xos xususiyatlarga ega. Modda miqdori. Moddadagi zarrachalar soni mol birligida o'lchanadi. Bu zarrachalar atomlar, molekulalar, ionlar yoki boshqa birikmalar bo'lishi mumkin. Avogadro soni 6,2 ko'paytirilgan 10⁻23 ta zarracha 1 mol modda tarkibidagi zarrachalar sonini ifodalaydi. Bu fundamental doimiy son kimyoviy hisob-kitoblar uchun muhimdir. Modda miqdori va mollar birligi. Modda miqdorini tushunish uchun mol tushunchasi markaziy ahamiyatga ega. Mol xalqaro birikmalar tizimida modda miqdorining standart o'lchov birligi hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, har qanday moddaning bir molida bir xil sondagi zarrachalar, atomlar, molekulalar, ionlar va boshqalar mavjud bo'ladi. Masalan, 1 mol suvda aniq 6,2 ta suv molekulasi bor. Bu son juda katta bo'lib, moddalarni mikroskopik darajada emas, balki makroskopik darajada o'lchash imkonini beradi. Modda miqdori N quyidagi formula orqali hisoblanadi. Modda massasi nima? Modda massasi bu modda namunasining umumiy massasi bo'lib, odatda grammda o'lchanadi. Bu tushuncha modda miqdori bilan chambarchas bog'liq va kimyoviy hisob-kitoblarning asosini tashkil etadi. Modda massasi va modda miqdori o'rtasidagi bog'lanish quyidagi formula orqali ifodalanadi. Bu yerda kichkina m modda massasi, kichkina n modda miqdori va katta M molar massa. Bu formula orqali ma'lum mol miqdoridagi moddaning massasini yoki ma'lum massadagi moddaning mol miqdorini hisoblash mumkin. Molar massa katta M har bir modda uchun o'zgarmas qiymat bo'lib, uni moddaning kimyoviy tarkibidan kelib chiqib hisoblanadi. Molar massa tushunchasi. Molar massa bu bir mol moddaning massasi bo'lib, gram taqsim mol birligida ifodalanadi. Bu qiymat moddaning kimyoviy formulasi va undagi har bir elementning nisbiy atom massasi asosida hisoblanadi. Masalan, suvning molar massasini hisoblash uchun vodorod va kislorod atomlarining nisbiy atom massalari kerak bo'ladi. Vodorodning nisbiy atom massasi 1 gram taqsim mol, kislorodning nisbiy atom massasi 16 gram taqsim mol. Suv molekulasida 2 ta vodorod atomi va 1 ta kislorod atomi mavjud. Shuning uchun suvning molar massasi 18 gram taqsim molga teng. Molar massa kimyoviy hisob-kitoblarda, ayniqsa modda massasini modda miqdoriga o'tkazishda yoki aksincha, modda miqdorini massaga o'tkazishda juda muhim rol o'ynaydi. Har bir kimyoviy elementning nisbiy atom massasi davr jadvalda berilgan bo'lib, molar massalarni hisoblash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Modda massasini hisoblash formulasi. Modda massasi va molar massa o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish uchun kimyoviy hisob-kitoblar juda muhim. Agar bizga moddaning massasi va uning molar massasi ma'lum bo'lsa, uning modda miqdorini quyidagi formula orqali topishimiz mumkin. Keling bu formulani aniq misollar bilan ko'rib chiqamiz. 36 gram suvda qancha mol bor? Suvning massasi 36 gram. Suvning molar massasi esa 18 gram taqsim molga teng. Demak, 36 gram suvda taxminan 2 mol suv molekulasi mavjud. Bu formulalar kimyoviy reaksiyalarga sarflangan yoki hosil bo'ladigan moddalarning miqdorini aniqlash uchun asos hisoblanadi. Kimyo fanida to'g'ri hisob-kitoblar qilish uchun bu formulalarni yaxshi bilish zarur. Modda massasi va modda miqdorini o'lchash usullari. Kimyoviy tadqiqotlarda modda massasi va modda miqdorini aniq o'lchash juda muhimdir. Har bir o'lchov uchun o'ziga xos usullar va asboblar mavjud. Massani o'lchash. Modda massasini o'lchash uchun analitik tarozi ishlatiladi. Bu tarozi yuqori aniqlikka ega bo'lib, milligram va undan ham kichikroq massalarni o'lchashga imkon beradi.
Laboratoriyada modda massasini aniqlash uchun namuna ehtiyotkorlik bilan tayyorlanadi va taroziga qo'yiladi. Modda miqdorini hisoblash. Modda miqdorini bevosita o'lchash mumkin emas. Buning o'rniga u massasini o'lchash va molar massasini bilish orqali hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan formula bu yerda qo'llaniladi. Shuning uchun moddaning aniq molar massasini ham bilish juda muhimdir. Modda massasi misollari. Molar massa tushunchasini turli xil moddalar misolida ko'rib chiqish uni tushunishni osonlashtiradi. Har bir modda o'zining kimyoviy tarkibiga ko'ra noyob molar massaga ega. Kislorod, temir atomlari, natriy xlorid. Modda massasi va miqdori o'rtasidagi farqlar. Modda massasi va modda miqdori kimyo fanida tez-tez chalkashtiriladigan tushunchalardan bo'lib, ularning aniq farqini bilish muhimdir. Asosiy farq shundaki, modda miqdori molekulalar sonini, modda massasi esa ularning og'irligini bildiradi. Bu ikki tushuncha bir-biriga molar massa orqali bog'langan bo'lib, to'g'ri hisoblashlar uchun har doim molar massani aniq bilish zarur. Bugungi darsimizdan xulosa: kimyoda modda massasi hisoblash muhimligi. Asosiy ko'rsatkichlar. Modda massasi va modda miqdori kimyoviy reaksiyalarni hisoblashda asosiy ko'rsatkichlar bo'lib, moddalarning o'zaro ta'sirini tushunishga yordam beradi. Jarayonlarni tushunish. To'g'ri hisoblashlar kimyoviy jarayonlarni aniq tushunishga, reaksiyalar natijalarini bashorat qilishga va yangi moddalarni sintez qilishga yordam beradi. Muvaffaqiyat asosi. Kimyo fanida muvaffaqiyatga erishish uchun modda massasi va mol tushunchalarini mukammal bilish zarur. Bilimlar har qanday kimyogar uchun fundamental asos hisoblanadi. Bu tushunchalar nafaqat akademik sohada, balki sanoat, tibbiyot va atrof muhitni muhofaza qilish kabi amaliy sohalarda ham keng qo'llaniladi. Chunki har bir jarayonda moddalarning aniq miqdorini bilish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar bugungi darsimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling.